Dasturimiz davom etadi. Qorovulbozor tumanidagi Bo'zachi mahallasida aholi xonadonlari va ijaraga berilgan yer maydonlaridan samarali foydalanish masalalariga bag'ishlangan amaliy seminar tashkil etildi. Mazkur tadbirda kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi mas'ullari, mahallada faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari hamda tomorqa yer egalari ishtirok etishdi. Seminar doirasida aholi tomorqalari va ijara yerlariga dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan fuqarolarning ilg'or ish tajribalari atroflicha o'rganildi. Xususan, mahallada namuna bo'layotgan xonadonlar sifatida bir qator tomorqa egalari faoliyati alohida e'tirof etildi. Ular oila a'zolari bilan tomorqa yerlaridan oqilona foydalanib, yil davomida 3-4 marotaba hosil olishga erishishmoqda. Bu esa yerdan unumli foydalanish orqali barqaror daromad manbai yaratish mumkinligini yaqqol namoyon etadi. Ayni paytda Bo'zachi mahallasida jami 45 gektar aholi tomorqasi hamda 200 gektardan ziyod ijaraga berilgan ekin yer maydonlari mavjud bo'lib, ulardan samarali foydalanish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Yer maydonlarida turli qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish, intensiv usullarni joriy etish va hosildorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar o'z samarasini beryapti. Seminar davomida ishtirokchilarga tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, yuqori hosildorlikka erishish, daromadni ko'paytirish hamda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, ilg'or tajribalarni ommalashtirish va ularni boshqa mahallalarga ham keng joriy etish zarurligi ta'kidlandi. Tadbir yakunida ishtirokchilar bu kabi tashabbuslarni o'z hududlarida ham tatbiq etish, aholi daromadlarini oshirish hamda kambag'allikni qisqartirishga hissa qo'shish bo'yicha muhim xulosalarga kelishdi.